Demek. Xo'sh. Assalomu alaykum hammaga. Biz Misrga sanatoriyaga keldik. Mana do'stimiz Abdurashid bilan, doktor do'stimiz bilan ozgina umurtqasida muammosi bor edi. Shuni hozir fursatdan foydalanib davom etibmiz. Bekarchilikdan ko'rib, hozir tekshirib nechani qilamiz nasib bo'lsa. O'zbekistonliklarga salom. Yana bir bor. Qani, bunday yotingchi. Bu narsa endi ko'pchilik kommentariyada o'qiyman-da, o'zlaring bir yotib ko'ringlar degan fikrlar ham bo'lganda, men o'zim bu lichinalarni juda ko'p olaman. Men o'zim bu lichina qilgan shogirdlarim boshqalarga borib lichina olib turaman. Bu og'riq kuchli bo'ladi deb o'ylamanglar. Aslida bu og'riq urgandagi og'riq yoqimli og'riq bo'lishi kerak. Odamlar qo'rqib voy deb turishib qotadi. Turishgandagi hamma mushkillar qotadi. Urganda 2-3 barobar og'riq kuchliroq aylanadi. Qani shikoyatlarni aytaymi? Boya aytdingiz, ha yana bir ayting. Ha, mana shu konditsionerda kecha yotib qoldik-ku sovuqda. Salqin bo'ldi. O'shandan keyin mana bugun kechasi yotolmadim. Og'rib chiqdi mana ko'krak umurtqalari. Qimirlasam og'riydi. Kechasi yaxshi yotolmadim, bilmadim. Qani bitta ko'ring qani, davolab qani. Demak, Misr, Egipt, Sharm el-Sheikh. Endi o'zimizni yotgan xonamizda qilyapmiz lichinani. Mana 2 kishilik xona bo'lmaydi-ku, bu Abdurashid xonasi. Kapasiteti. Yo'q, birinchi tepadan ko'rib chiqaman. Qani mushkillar. Og'ridimi? Yo'q, aha, salman. Salman emas, anchada mana paraver turadi, mushangiz qattiq o'tiribdi. Belda. Og'ir. Beldachi. Bor ozroq. Hozir bo'lamiz. Atrofda kamera ham bor ozroq. Belda. Bor. Yana ular o'yin qilyapti deb o'ylamanglar. Haqiqiy mana bu umurtqalarda bor, qisilib turish bo'lyapti-da. Bu turishdimi, mana arasidagi nerv qisilib qolgan, mana o'sha yerda tortdi. O'yinchi. Bor. O'zi yurishingizdan, xotkangizdan ham bilinib turibdi endi. Bo'yningiz risk burilmaydi-da. Bunday bilan buriladi. Tarafda kamera. Chiqamiz endi. Bitta o'rganda bu tepadan pastga qarab. Qani, bet ko'ramiz boshqaning. Bor. Ozroq. Yana aldamang, hozir men qo'lim menga axborot beryapti, yaxshigina bor. Mana buni ko'ramiz. Keyingi tekstda. Bor. Bitta qo'ysin. Bor. Bittaroq. Bor. Xo'sh, oyoq ko'ramiz. Oyoq bo'sh qo'yingiz, havoga tirishmay, tortishmay. Mana 10 kalta do'stim. 1,5 santimetr farqi bor. Davomlar bu yoqda, buniki bu yoqda. Sababi pas. Sanoqsangiz biroz qiyib pas. Demak, mushaklarni bir bo'shatib olamiz. O'zingiz bo'sh qo'ying. Asta. Bu devonga kirib ketyapti-da. Asta. Qo'ying nima deyapsizga asta. Demak, o'zimizni qo'l bola yostiqlardan foydalanamiz. Qorinni ko'taramiz. Qo'llar qo'ying. Demak, kalta oyoqni to'g'ri olamiz. Sizlardan o'qing. Bo'sh qo'ying, tirishmang, qotmang, bo'sh, erkin, chuqur nafas, ketdik. Bu gapni aytdim sizga. Bo'sh qo'ying.
Vah. 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 Qanotda chiqarma, bozor chiqaring. Vah. Yana. Nafas. Vah. 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 Doktorlarni mana qo'lidagi nima ekan deb o'ylamangiz. Bu sanatoriyani belgisi. Biz yotgan Rexana degan sanatoriyada belgilab qo'yadi shunday. Vah. 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 Bo'sh, nafas qotmang. Vah. 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 Bo'sh qotishmang. Nafas, chuqur nafas. Nafas olib chiqaring. Yengil. Vah. 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 Bo'sh. Vah. 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 Dam olasizmi ozgina? Ha, dam. Bo'qadi. O'zi shunda ham ikkita uchtadan bir to'xtayapman-ku. Uni sizga o'zingizga ham o'rgatganman. Bo'qadi. Bari sredniy grudnoydan pastga qarab ochyapman. Hali kepka turibdi asos joyingizdan. Verniy grudnoy bo'yningiz turibdi. Bo'sh. Vah. Vah. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bular yoqqa borib o'yin qilibdi-da deb o'ylamangizlar. Haqiqiy bu og'rigan bu. Mana o'yin emas bu. Muammo bor, umurtqada. Vah. Zerikibdi-da deb ham o'ylamangizlar. Zerikish yo'q bu yerda. Hozir tashqarilardan bir ko'rsatib olaman. Kuni bitta qisqa short video qo'ysam, biri yozib qo'yibdi kommentariyaga. Soqqani zo'r qilibsiz-da, doktor deb. Menga soqqa kerak emas, kelishingiz uchun 600-650 dollar ketadi. Kelishingiz, ketishingiz, yeb ichishingiz butun mana shu Misr davlatini tomosha qilish uchun dengizlari bor. Vah. Qimmat emas bu. Vah. Vah. İşte neudobno-da menga. Vah. Meni ham hisobga oling. Vah. Doktor. Bo'ldi, sabr qiling. Vah. Vah. Qarang, shu yerdan o'shib qoldi. Bu inson bilan Samarqand universitetida birga o'qiganmiz. Patkursdan boshlab o'qiganmiz. 6 yil o'qiganmiz, bir internatura 7 yil bo'ladi shunda. Vah. Bo'ldi. Jam. Bo'ldi, o'tarib qoldi. Tochkani ochib qo'ying. Tanafas chuqur bo'sh qo'ying. Vah. Endi ko'taring, asta olamiz. Vah. Yoting. Bilasiz, urilgan joylar bir ikki nafas bezovta qilib turadi. Bo'sh. Qani, bitta chiqar nafas, yengil. Vah.
Qani, endi mana tochkalarni ko'rib chiqamiz. Yo'q. Og'ilimi? Yo'q. Bu yerda. Yo'q. Divani ham juda yumshoqda, endi bunday o'tirdi bo'lsa ham. Bu yerda. Yo'q. Bu yerda. Yo'q. Endi ko'kragini ko'taramiz. Doktor bobo. Kechiradi. Qo'llar qo'ygan. Ne yomon deb qoldi. Sekin ovurum. Yomon emas, bu kayf bu. Sekin O'zi kayf qilib yuribsiz. Super kayf bo'ladi. Sekinroq. Hazillashamiz do'stimizda. Sekinroq. Qarang, peshonani qo'ying, sal oldinga suriling. Shunday. Peshona, to'g'riga. Peshona. Lasa ozgina to'kilgandek bo'ladi. Boshqa ikkita qo'ying. Bo'sh qo'ying. Chuqur nafas. Nafas. Jam. Az qoldi o'zi, bo'lib qoldi o'zi. Bo'sh. Iltimos inobatga olinmaydi. Peshonani qo'ying, yonboshlamang. Bitta xotka qilaman bo'ldi. Ochildi o'zi. Bo'ldi. Sabr qiling. Tochka 3 ta tochka qoldi. Keyin 2 ta, 4 ta. Bitta padarka. Misrdan padarka. Bo'ldi, oxirgi tochkacha. Bo'sh, nafas. Chuqur. Peshonani qo'ying. Shunday. Chuqur nafas. Ketdik, to'kiladi. Bo'ldi. Tamam. Sabr. Bo'ldi. Sabr. Endi boyaga aytgan padarka, Misrdan, O'zbekistonga, Abdurashidga, padarka ketdik. Bo'sh, chuqur nafas. Bo'ldi. Chiqar nafas olib chiqaring. Bo'ldi. Yoting, har bunday yoting. Chalashib bo'ldi, ko'p chiqamiz. Yo'q, Bu eskirga ketgan ekanda, eskirib yuribsiz-da. Eski. Bo'sh, qani. Bo'ldi. Yana eslataman, urgan joyda biroz og'riydi. Bo'ldi. O'sha yerdan tushadi. Foydasi bo'ldi, uni chalka kirib ketadi. Urgandan tashqari eski og'riq bormi? Yo'q. Yo'qchi? Yo'q. Qarang, Bo'ldimi? bunday bitta yoting-da, o'yinni bitta torting. Yo'q, boshingizga qilib qo'yasiz. Tortib bo'lmaydi. Boshimga qo'ymaydi. Terlab ketdim. Bilasiz-ku, terlaydi bu. Ana sochiq bor, kichkina sochiq tarafda. Kichkina yetmaydi. Bilasiz, o'shalar tirishgandan qon aylanish buzilgan bo'ladi. Ochildiki bo'shadi. Qon aylanishi tezlashgandan keyin moddalar almashinuvi ham bilasiz, 100% ishga tushadi, suv almashinuvi qo'yinglar.
Ochiq mehmonxonanikida har bir odamga beriladi bu yuvinish uchun. Yurtning. Bo'sh. Oh. 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 Bir kayf qildirdingizlar ekan odamni. Qo'lingiz dard ko'rmasin doktor bor. Dunyo turgancha turing. Qani endi sekin tushib ko'ring. Og'riqlar mana bo'ldi. Qani? Ay, yengil bo'lib qoldim qancha. Kechasi bilan yo'talmay chiqdim kecha. Konditsioner yonib qolib ketganda. O'zingiz yoqtirdingiz, siqqancha chidamsiz, rosa cho'milyapti deb odam o'zi. Ha, zo'r. Cho'milishlarni ko'rsatib qo'yamiz. Yengilmi? Ancha yengilmi, zo'r. Yashang. Qo'lingizdan ko'rmasin. Doktor bor, dunyo turgancha turing. Rahmat. Boringizga Sog' shukur. bo'ling. Qo'llaringizdan ko'rmasin. Sizga ham rahmat. Yaxshi ham siz bilan dam olishga kerakamiz. Yashang. Ha, malades. Bundan keyin ham boring iloji. Sog' salomat bo'ling hamisha. Rahmat, sog' bo'ling. Mana shunaqa dam olishlarga borib turing-da. Kuchingiz ko'payadi. O'zi yaqinda Dam olasiz. avgust oyida Turkiyaga borgandik ikkovimiz, esingizda bo'lsa. Ha. Mana Yigit Ha, nasib bo'lsa yana ko'p joylarga boring. nasib bo'lsa. Yaxshi joylarga borib, yaxshi dam oling. Rahmat. Mayli, ko'rarmanlarga hammasiga salom. Biz Samarqandda sizlarni kutamiz. Sog' bo'ling. Bizni licheniyamiz Samarqand shaharda bo'ladi. Endi bu do'stimizga maslahat berish shart emas. O'zi ham xuddi bizni kasb ishini qiladi, maslahatni o'zi biladi nima qilishligini. 2-3 hafta ehtiyot bo'lasiz qisqasi. Bizni telefon nomer pastga qo'yamiz. Pastga. Aha. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Mayli, sog' bo'lingizlar. Sizlarga mana shunday joylarga kelish nasib qilsin. Sog' bo'ling. Bo'pti, mayli. Demak, bu o'zimiz xonamiz mana balkondan chiqib ozgina endi maqtanish deb o'ylamangizlar. Qiziqqanlar bo'ladi-ku baribir. Shahrim Elshayx degan shahri mana shu mehmonxonani pastki ko'rinishi. Mana bu yerda bu endi bir burchagi. Mana bu yerda basseyni bor. Bu yerga butun dunyo bo'yicha keladi ekan odamlar dam olishga. Pastga tushib cho'milishib, bolalar bilan, oilasi bilan, tanish-bilishlar bilan kelib dam olgani kelgan bilan. Asta muzika bor. Ovqatlanishlari tekin, kelish, ketish, har kuni shaharga chiqaradi. Dengizlarga kecha olib bordi. Dengiz tagiga suzasiz. O'zini mutaxassislari bor shular yordamida. Bo'pti, hammaga sog'lik, salomatlik, eson-omon yuringizlar, salomat bo'lingizlar.